Assalomu alaykum do'stlar. Keling bugun AutoCAD'dagi birinchi darsimizni boshlab olamiz. Xo'p. AutoCAD'ga kirganimizda xuddi shunaqa bizani interfeys kutib oladi. Bu yerda pastda 3 tasi o'zini misol tariqasida keltirgan AutoCAD fayllari. Bunga hozir kirganimizda xo'p, mana qanaqadir uyni yoki binoni umumiy ko'rinishi, mebelning ko'rinishlari ofisga o'xshaydi. Ofisni proyekti chizilgan. Xo'p, biz startga, ya'ni boshlang'ich interfeysga qaytishimiz uchun bu yerdan startga o'tamiz. Bu ham xuddi internet paneliga, ya'ni Google Chrome'ga o'xshab tepada har bitta oynalari ochib beriladi. Yangi oyna ochish uchun biz Open'ni yoki New'ni ochamiz. Open bu eski oldingi ishlagan fayllaringizni olib kelish hisoblansa, New yangi fayl ochib beradi yoki tepadan mana plusni bossak ham bo'ladi. Plusni bosganimizda mana bizga ishlash uchun oyna ochiladi, interfeys, ikkinchi interfeys. Bizda pastdan mana pastda ключ bor. Ключ ustiga bosib, buni AutoCAD Classic'ga o'tkazib olishimiz kerak. Shunda bizda ozgina qulayroq bo'ladi. Panellar ikki chetga tushadi. Bir boshdan boshlab ketamiz. Birinchisi, mana bu panel ismi drawing paneli hisoblanadi. Asosan chizish uchun mo'ljallangan. Birinchisi line. Line bir marta ustiga bosamiz. Mana ikkinchi nuqtalarni belgilab chiziladigan oddiy chiziqdan iborat bir element. Buni line ni chizib bo'lganimizdan keyin mana mishkani o'ng tarafini bossak, bu tugash uchun cancel bosish kerak yoki shunchaki escape klaviaturasini bossak, shu bilan tugaydi. Ya'ni atkazib beradi, atmay beradi. Yana bitta ko'rsatib o'taman. Mana line ni oldik, bosib chiqdik. O'zimizga kerak line chizganimizdan keyin tugatganimizda biz buni escape knopkasi bilan yakunlashimiz kerak. Shunda bizda line dan qo'yib yuboradi, atkazib beradi, ya'ni line dan chiqib ketadi. Ikkinchisi construction line. Construction line bu konstruktivniy chiziq hisoblanadi. Uzun, cheksiz. Mana buni olib biron bir joyga qo'yib chizganimizda o'zidan uzun chiziq, ya'ni escape bosib mana bekor qilamiz buyrug'i. Cheksiz chiziq tashlab beradi o'zidan. Asosan konstruksiya ishlarini olib borganingizda buni qo'llasangiz bo'ladi. AutoCAD'da ikki xil belgilash tizimi, ya'ni uslubi bor. Birinchisi mishkani chap knopkasini bosib chapga surish, yashil chiqadi. Yoki mishkani o'ng knopkasini bosib, ya'ni chap knopkasini bosib o'ngga surish. Bunda ko'k belgilash tizimi chiqadi. Belgilash tizimini o'chirish uchun ham escape'da bosamiz. Qo'limiz klaviaturada escape'da probelda tursa, ancha qulay hisoblanadi. Escape byuroni atmay qilsa, probel bundan oldingi qilgan elementimiz, ya'ni ishimizni qanaqadir elementni olganimizda yana qo'limizga, ya'ni mishkaga qaytarib beradi. O'chirish delete yoki iris tepada o'chirg'ich bor, o'sha iris hisoblanadi. Belgilab turib, mana yashilda. Yashil bilan ko'k belgilashning farqi nimada? Yashil, ya'ni mishkani chap tarafini bosib chapga surganimizda yashil chiqqani, bu yashil kvadratdagi ichiga kirishi yoki tegishiga qarab belgilab beriladi. Ya'ni farqi yo'q, yashilga tekkan belgilash tizimiga tekkan narsani o'zini ichiga qamrab oladi, belgilab oladi. Ko'kda faqat ichiga kirsagina belgilaydi. Agar shunchaki tegib ketsa belgilamaydi mana. Shunchaki line'ga tegib ketdi, mana ichiga kirgani uchun, mana line ichiga kirgani uchun belgiladi. Aslida mana ichiga kirmasa belgilamaydi. Yashilda shunchaki tegib ketsa ham mana belgilab oldi, mana shu liniyalarni. Ko'k ichiga kirgan line'ni belgilaydi xolos. Belgilab delete knopkasini bosib o'chirib tashlaymiz. Uchinchi elementimiz bu poligon. Uzr, adashdim. Uchinchi elementimiz polyline. Polyline oddiy line'dan qanaqa farq qiladi? Mana polyline chizdim. Yoniga mana xuddi shu ko'rinishda bitta line chizamiz. Xuddi shu shaklda. Farqi yo'q. Escape bosib atmay qilamiz. Oddiy line'ni har bir chizgan line'imizni alohida ushlab chiqish kerak. Mana bitta ushlab chiqilinadi bu narsa. Escape bosamiz yoki boya aytganimdek umumiy belgilab ushlasak ham bo'ladi. Polyline'da oddiy line'dan farqi, buni xohlagan bir line'ni ushlasak, umumiy hamma chizilgan line'ni bittada ushlab oladi. Farqi shunda.
Buni ishlatishda yana qayerlarda foydalanamiz? Asosan uyni kvadrat metrini o'lchayotganimizda juda kerakli line hisoblanadi. Delete bilan o'chirib tashlaymiz. 4-elementimiz bu poligon. Poligon, xo'p. Bir marta bosamiz, mana poligonda chiqyapti enter number of sides. Bu burchaklarning sonini belgilash. Burchaklarning sonini belgilaymiz. Misol uchun bizga kerak 6 ta burchakli shakl. Probel bosamiz. Biron bir bo'sh joyga nuqtani qo'ysak, mana ikkita so'z chiqadi. Increment, in tegidagi circum. Ikkalasi ham poligon chizib beradi bizga. Birinchisi qanaqa? Mana burchagidan chizib beradi. Ya'ni burchagini ushlagan holda bizga poligon chizib beradi, shakl. 6 qirrali poligon chizib beradi. Yana qaytaramiz, ya'ni probel bosamiz. Bu yoqqa borib kelmaymiz. Yana bir marta probel bossak, yana poligonni bundan oldingi qilgan elementimizni qo'limizga qaytarib beradi. 6 ta burchak. Bu safar mana 7 ta burchak qilamiz. Probel bosamiz. Yana bo'sh joyga nuqtani qo'yib, ikkinchisini tanlaymiz. Birinchisidan ikkinchisini farqi mana. Ko'rib turibsizlar, burchagidan emas, ikkita layinni o'rtasidan ushlab chizib beryapti. Qaysi holatda burchagidan, qaysi holatda o'rtasidan chizib olishimiz o'zimizga qulay hisoblanadi. Chizdik. 4-inchisi rectangle. Rectangle oddiy to'g'ri burchak hisoblanadi. Buni hech qanaqa o'ziga xosligi yo'q. Shunchaki rectangle bosamiz, to'g'ri burchak hisoblanadi. Probel bosamiz, mana rectangle oddiy chiziladi. Belgilash. Belgilab o'chiramiz. Keyingisi circle. Circle shu doira. Doira chizib beradi. Buni ham o'lcham asosida chizishimiz mumkin. Ya'ni qanaqa? Doirani olganimizda, mana circle'ni olganimizda bir joyga bosib cho'zamiz qanchadir masofaga. Klaviaturadan razmer bersak, misol uchun mana 500. Radiusi 500 bo'lib doira chizib berdi. Tushundim. Xo'p. Bugungi o'rgangan narsalarimiz line, construction line, polyline, polygon, rectangle, circle. E'tiboringiz uchun rahmat.